Chunki oilada baland-past holatlar shu qadar ko'p bo'ladiki, azizlar, mana shu mehr muhabbat tufayli uni kechirib yuborasizlar. U ham sizni kechiradi, siz ham uni kechirib yashaysiz. O'sha jufti halolingizni qilgan ishini bir marotaba boshqa inson qilsin, hatto yuz ko'rmas bo'lib ketishi mumkin odam. Lekin Alloh taolo aytayaptiki, sizni qalbingizga unsi ulfatlikni, mehr shafqatni, muhabbatni solib qo'yishim ham bu meni qudrat belgimdan deydi. Inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Mana shularda tafakkur qiluvchi insonlar uchun go'zal alomatlar bordir deydi Alloh taolo. Ya'ni arzimagan narsadan mojaro chiqib, oiladek muqaddas dargohga ana shunday sinov bo'lgan muddatlarda putur yetkazib qo'ymaslik kerak.